Bugun sizlar bilan 18+ mavzular haqida gaplashamiz. Kinolardagi shunday belgilar nimani anglatishini bilasizmi? Videoni oxirigacha kuzatsangiz bilib olasiz. Okey. Omasam 6+ bu qo'rqinchli sahnalar yo'q, so'kinishlar yo'q degan. Bemalol ko'rsa bo'ladi. Endi 12+. Bunda yengil urushlar bor. Biroz drama bor. Lekin norm. 16+. Bunda zo'ravonliklar ko'proq, o'pishish, romantika, shunga o'xshagan narsalar va psixologik bosma ham bor. Yoshi yetmaganlar ko'rishni tavsiya umuman etmayman. Nihoyat 18+. Bunda jinsiy sahnalar, qattiq zo'ravonlik, giyohvandlik, ichkilik va juda ko'p so'kinish bor. Sizlar bilan bek bo'ldi. Bundan ham qiziq ma'lumotlar kerak bo'lsa, sayfamga obuna bo'lib qo'ying. Agar shu videomiz 100 ta like yozsa, har bir 6+, 12+, 16+, 18+ limitlaridan qisqa video qo'yib boramiz.